og'iz ochishga 5-10 daqiqa qolganda og'iz ochishga 5-10 daqiqa qolgandagi vaqt, o'sha daqiqalar qanaqa daqiqa bilasizmi? U eng zo'r daqiqalar. Oltin daqiqalar. Orzularingiz amalga oshadigan, niyatlaringiz qabul bo'ladigan daqiqa. Ana shuni g'aflatda qolmang. Shu daqiqani, shu vaqtni g'aflatda qolib o'tkazib yormang. Hech kimga bermang o'sha daqiqani. Allohdan so'rab oling. Qarzingiz bormi? So'rang. Qarzingizga najot berar, qutulasiz qarzingizdan. Farzand kerakmi? So'rang o'sha daqiqada. Hojatingiz bormi? Ayting. Mushkulingiz bormi? So'rang. Ilm kerakmi? So'rang. Kasalmisiz? Dardingiz bormi? Shifo kerakmi? So'rang. Kimga nima kerak? So'raydigan vaqt. U daqiqalarda og'iz ochishga 5-10 daqiqa qolgan vaqtda bor-u, shunaqangi zo'r oltin daqiqaki, uni telefonga sarflab, televizorga sarflab, internet ko'rib, PUBG o'ynab yoki ko'chada o'tirib, do'konda oldida o'tirib, avtomobilda o'tirib, birov bilan gaplashib o'tkazib yormang. Juda qattiq pushaymon yeysiz. Nimaga so'ramadim shunday vaqtda